A'lo surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Rabbingning eng oliy ismini poklab ulug'la. U yaratgan va bekamu ko'z qilgan zot. O'lchovni qo'ygan va yo'llagan zot. Yam-yashil yaylovlar chiqarib bergan zot. So'ngra qop-qora quruq xashak qilgan zot. Biz senga o'zimiz jamlab beramiz, qiroat qilamiz. Bas sen unutmassan, qoldirmassan. Faqat Alloh istagani mustasno. Uning o'zi oshkorni ham, yashirinni ham biladi. Qulaylik uchun senga oson qilamiz. Sen eslatmani yetkaz. Eslatma foyda bersa, qalbida qo'rquv bo'lganlar albatta eslatma oladi. Badbaxtlar undan chekinadi. Oqibatda ulkan olovga kiradi. U yerda na o'ladi, na yashaydi. Kimki poklansa, najot topadi, murodiga yetadi. U Rabbining ismini eslatib salot qilgan, ya'ni yo'llanma bergan. Siz dunyo hayotini tanlaysiz, biroq oxirat yaxshiroq va davomliroq. O'tmish sahifalarda ham aynan shular bor. Ibrohimning va Musoning sahifalarida. G'oshiya surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Chulg'ab olgan kun haqida xabar keldimi senga? U kunda yuzlar bor dahshatga to'lgan, mehnat qilib charchagan, qiynalgan, xorgan, yonib turgan olovga uloqtiriladi. Qizdirilgan buloqdan ichiriladi. Taomlari faqat qurigan tikan. Na semirtiradi, na to'ydiradi. U kunda yuzlar bor ne'matlar ichra. Say g'ayratidan rozi bo'lgan holda oliy jannat bog'ida. U yerda behuda so'z eshitmaydilar. U yerda oqqan chashmalar bor. U yerda yuksak so'rilar bor. Va qator terilgan qadahlar. Va qator tizilgan yostiqlar. Va u yerda yozilgan gilamlar. Nazar solmaydilarmi to'p bulutlariga, qanday yaralganiga, hamda u samoga, qanday yuksalganiga, hamda shu tog'lariga, qanday qadalganiga, hamda shu zaminga, qanday to'shalganiga. Sen esa eslatmani yetkazishda davom et. Sen faqat eslatuvchisan. Sen ular ustida hokim emassan. Kimki yuz o'girib kofir bo'lsa, tan olmasa, Alloh o'zi ularni kattaroq azobga duchor qiladi. Ularni qaytishi faqat bizga. Keyin hisob kitoblari ham bizning ishimiz. Fajr surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Tong, un kecha, toq va juft va ketayotgan kecha. Aql egalari uchun bunda olingusi qasam, ibratlar bor emasmi? Ot qavmiga Rabbing nima qilganini ko'rmadingmi? Ustunlar egasi Eramga, hech bir diyorga ularning misli yaratilmagan edi. Vodiyda qoyalar o'ygan Samudga, ihromlar egasi Fir'avnga. Ular shaharlarda haddidan oshdilar, tug'yonga botdilar. U yerda buzg'unchilikni ziyoda qildilar. Rabbing ularning boshiga azob qamchisini yog'dirdi.
Zero Rabbing barcha narsani ko'rib kuzatib turadi. Insonga Rabbi izzat ikrom ko'rsatdi. Sinov uchun ne'mat ato etsa deydiki, Rabbim meni mukarram ayladi. Ammo qachonki Rabbi sinov uchun uning rizqini o'lchovli qilsa, deydiki, Rabbim meni xor ayladi. Yo'q, aksincha, siz o'zingiz yetimga izzat ikrom ko'rsatmaysiz. Miskinni to'ydirishga tashviq etmaysiz. Merosni xirsla yeb tugatasiz. Boylikni yaxshi ko'rish sizda cheksiz chegarasiz. Ammo yo'q. Qachonki yer ketma-ket silkinib tekis qilinganda, Rabbing va saf tortib malak kelganida, ana o'sha kunda jahannam keltiriladi. U kunda inson eslaydi, lekin uning eslashidan endi nima naf? Koshkiydi hayotimga hozirlik ko'rsam deydi. U kunda uning tortgan azobini boshqa hech kim tortmaydi. Uni bog'laganidek boshqa hech kimni bog'lashmaydi. Ey huzur halovat topgan jon, bu kun rozi bo'lgan, rozilik topgan holda Rabbingga qaytgin. Qullarim qatoriga kirgin, mening jannatimga kirgin. Balad surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Yo'q, mana shu shaharga qasam, senga halol bu shahar. Ota hamda uning avlodlariga qasamki, inson qiynalish ichra yaralgan. Nahotki inson o'zidan-da qodirroq hech kim yo'q deb o'ylaydi. Deydiki, juda ko'p mol boylik yo'qotdim. Nahotki uni ko'rib turgan hech kim yo'q deb o'ylaydi. Axir bermadikmi unga 2 ko'z, 2 lab va til va 2 dovon yo'lini ko'rsatib qo'ydik. U esa dovon oshishga kirishmadi. Dovon oshish nima bilasanmi? Bo'yinturuqni yechish, ya'ni qulni ozod qilish, yoki ochlik kuni ochni to'ydirish, yaqindagi yetim, himoyasizni yoki yiqilgan ochni, ishsizni, so'ng iymon keltirgan va o'zaro sabrni tavsiya etgan va rahim shafqatni tavsiya etganlardan bo'lish. Ana shundaylar o'ng taraf ahli. Oyatlarimizni rad etganlar esa zillat va xorlik topadi. Ustlaridan qulflangan otash bo'ladi. Shams surasi. Rahmon va Rahim Allohning ismi bilan. Quyosh va uning yoritgani, oy va uning quyoshni ta'qib etgani, kunduz va unda borliqning yoritilgani, tun va unda zulmatning cho'kkani, samo va uning bino etilgani, yer va uning tekis to'shalgani, tirik jon insonning o'zligi, uning mutanosib yaratilgani, unga gunoh va taqvo nima ekani ilhom etilgani. Kim uni, ya'ni o'zligini poklagan bo'lsa, najot topdi, murodiga yetishibdi. Kim uni bulg'ab qulatgan bo'lsa, yutqizibdi. Samud tug'yonga botgani bois yolg'onga chiqardi. Mana, orasidan eng badbaxti chiqdi. Allohning rasuli ularga dedi: Allohning tuyasi uning ichishi. Uni yolg'on sanashdi, tuyani bo'g'izlashdi. Gunohlari sababli Rabbi ularni yo'q qildi. Buning oqibatidan aslo cho'chimaydi.